Sochni qanday olamiz? Ha, yog'ni ozgina olamiz, ustida turadi. Bo'ldi aka, naushnik bilan ishlaymanda farqi yo'qmi? Yo'q. Bugun biz sizlar bilan soch olishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda mijoz bilan salom alik qiling. Ha, mana shunday. Endi sekingina sochni tarab, hamma yoqni to'g'rilab, endi sekingina kecha YouTube'da o'rgangan videolar asosida asta mashinkada uni to'g'rilab olishni boshlaymiz. Mashinka bilan uni olishni boshlaymiz. Shoshilmasdan. Mana shunday. Ana endi sekingina orqalarini yo'q. O'zi soch olishni bilasizmi? Haye, nima deyapsiz sen? Bizni ota-bobolarimiz sartarosh bo'lgan, soch olishni biladi. Buni prosta qilsa. Ha. Nimaga aldaysan? Ota-bobolaring soch olmagan-ku. Xo'p, hech qisi yo'q. Endi sekingina shoshilmasdan bir maromda. Yo'q, unday emas. Rasvo qilib chichib qo'yding. Xo'p, hech qisi yo'q. Sekingina tepalarini tekislaymiz. Endi asta sekinlik bilan mijoz bilan qayta qo'l bilan so'rashib. Ha, mana shunday. Endi orqangga qaramasdan qoch u yerdan. Qayoqqa sochchi?